Tasavvur eting, siz butun hafta bo'yi toza loyihalar ustida ishlashni rejalashtirib yurdingiz. Sizni qo'lingizda dunyodagi eng kuchli sun'iy intellekt bor. Siz dam olish kuni aynan shu sun'iy intellekt orqali loyihalarimni yarataman deb haftangizni oxirgi kunini shu sun'iy intellektga bag'ishladingiz. Lekin haftaning juma kuniga kelib hammasi o'zgardi. AQSh hukumati Anthropic kompaniyasiga rasmiy xat yubordi va oradan bir necha soat o'tgandan keyin Claude Fable 5 modelini kirishni cheklab qo'ydilar. Keling, shu yangilik haqida chiqqan videoni ko'rib chiqamiz. Relay Brown videosini ko'ramiz hozir. Men sizlarga uni tarjima etib beraman. Anthropic kompaniyasi hozirgina Claude Fable 5 modeliga bo'lgan barcha kirish huquqlarini blokladi. Vaholanki, bu model bundan atigi 76 soat va 20 daqiqa oldin ommaga taqdim etilgan. Bezos modelining xavfsizlantirilgan versiyasi edi. AQSh hukumati milliy xavfsizlikni ro'yxatga qilib, eksport nazorati bo'yicha ko'rsatma berdi. Ushbu buyruqqa ko'ra, AQSh ichidagi yoki tashqarisidagi har qanday chet el fuqarosiga, jumladan Anthropic kompaniyasining xorijlik xodimlariga ham Fable 5 va Mesos 5 modelidan foydalanish taqiqlandi. Bu buyruqning oqibati shunday bo'ldiki, Anthropic qonunbuzarlikka yo'l qo'ymaslik uchun modelni nafaqat chet elliklar, balki AQSh ichidagi barcha foydalanuvchilar uchun ham to'satdan butunlay o'chirib qo'yishga majbur bo'ldi. Sun'iy intellekt sohasining ichida bo'lgan mutaxassislar ham bu vaziyatda juda hayratga tushgan. Masalan, Alan Levy kabi insonlar buni sun'iy intellektni tartibga solishda tub burilish nuqtasi deb atashmoqda. Hukumat ba'zi modellarni ma'lum masalalar uchun haddan tashqari kuchli deb hisoblay boshladi va bu kelajakda boshqa cheklovlar va nazoratlar uchun ham presedent namuna yaratdi. Hozirda Claude'dan qayerda foydalanishga urinmang, xoh u Claude desktop ilovasi bo'lsin, xoh Claude Cowork yoki Claude Code bo'lsin, Fable 5 ni ishlatmoqchi bo'lsangiz, darhol quyidagi xabarga duch kelasiz. Bu model ayni vaqtda mavjud emas. Claude'dan foydalanishda davom etish uchun boshqa modelga o'tishingiz mumkin. Ko'pchilik bilmasligi mumkin, Anthropic kompaniyasi Mesos modelini juda uzoq vaqt davomida reklama qilib, e'lon qilib kelayotgan edi. Unga dastlab faqat yirik kompaniyalar va hukumatgina kirish huquqini olgandi. Claude Mesos dunyodagi eng kuchli sun'iy intellekt modeli edi. Uni 5 yulduzli quvvatga ega mutlaqo daho tizim deb hisoblash mumkin. Claude Fable 5 bu o'sha Mesosning ommaga chiqarilgan versiyasi edi. Men uni 4 yulduzli quvvatga ega deb hisoblagan bo'lardim, chunki Anthropic unga qo'lda ma'lum xavfsizlik cheklovlarini o'rnatib, quvvatini bir oz nerv qilgan, pasaytirgan edi. Kelajak avlod sun'iy intellekt modelini tadqiq qilmoqchi bo'lganingizda, u avtomatik ravishda xavfsizlik funksiyalarini ishga tushirib, sizni boshqa modelga yo'naltirib yuboradi. AQSh hukumatining ta'kidlashicha, qaysidir kompaniya nomi oshkor etilmagan Fable 5 modelini jailbreak qilishga uringan, ya'ni uning xavfsizlik tizimini buzib o'tishga uringan. Bu degani, o'sha xavfsizlik to'siqlari olib tashlansa, model teoriyada nima so'ralsa, shuni so'zsiz bajaradi. Bizda barcha tafsilotlar yo'q, lekin hukumat aytgan Anthropic bo'ysunishiga majbur bo'lgan sabab shu. Anthropic kompaniyasining pozitsiyasi. Anthropic qonuniy ko'rsatmalarga bo'ysunishga majbur bo'lib, biroq ular hukumatning bu asosi bilan mutlaqo rozi emaslar. Kompaniyaning rasmiy bayonotida shunday deyiladi: Biz hukumat ko'rsatmasini bugun soat 17:21 da sharqiy vaqt bilan oldik. Hatto milliy xavfsizlikka oid aniq tafsilotlar keltirilmagan. Bizning tushunishimizcha, hukumat Fable 5 modelini chetlab o'tish jailbreak usuli topilganidan xavotirda. Biz hukumatning xavfsiz bo'lmagan tizimlarini bloklash huquqini qo'llab-quvvatlaymiz, biroq bu jarayon shaffof, adolatli, aniq va texnik faktlarga asoslangan bo'lishi kerak. Ushbu qaror esa bunday prinsiplarga mos kelmadi. Biz buni tushunmovchilik deb hisoblaymiz. Ya'ni 12, 24 yoki 36 soat ichida modelga kirishni tiklash ustida ishlayapmiz. Bu model shunchaki yaxshi ediki, odamlar uning yordamida aql bovar qilmas ishlarni qilishayotgan edi. Men gaplashgan 5 xil kompaniya xodimlari o'z bizneslari uchun juda muhim loyihalarni Fable 5 yordamida tokenlar uchun juda katta pul sarflab bajarilayotgan bo'lishgan va tizim to'satdan o'chib qolgan. Teo ismli foydalanuvchi shunday yozadi: Fable sevimligim, seni sog'inaman. Birgalikda o'tkazgan 3 kunimiz sehrli edi. Ba'zi narsalar haqiqat bo'lishi uchun haddan tashqari yaxshilik qiladi. Shunchaki yaxshilik
yakunda hurmat aralashadi. Todd Sender misoli. U mijoz bilan suhbatlashayotganda orqa fonda Cloud suhbatni eshitib, mijoz xohlayotgan dasturiy ta'minot funksiyalarini real vaqt rejimida kodlab bergan. 15 daqiqalik qo'ng'iroq yakunlanganida mijozga tayyor ishlaydigan mahsulot ko'rsatilgan. Odamlar birgina prompt so'rov orqali mukammal Minecraft kodlarini, video suratga olish maydonchalarini rejalashtirishda, ilovalarni va hattoki gumanoid robot loyihalarini yaratishga ulgurishgan. Ko'pchilik buni Anthropic kompaniyasining avvaldan tuzilgan rejasi deb hisoblamoqda. Chunki bunday gigant modelni hamma uchun ishlatish resurs va hisoblash quvvati jihatdan kompaniyaga juda qimmatga tushadi. Bu iqtisodiy jihatdan barqaror emas. Shuning uchun ular ataylab modelni ommaga ko'rsatib, odamlarni hayratda qoldirishdi va keyin hukumatni bahona qilib yopib qo'yishdi degan taxminlar ham bor. Ushbu modelning API narxi juda qimmat. Agar buni haftasiga 40 soatlik ish rejimiga hisoblasak, 1.2 million dollar ketadi. Hozirda faqatgina Cloud Fable 5 va Mesos 5 modellari taqiqlangan. Agar hozir tizimga kirsangiz, eski modellar Haiku, Sonnet va Opus 408 odatdagidek ishlashda davom etmoqda. Hayotda shuning bo'lib turadi do'stlar, har doim yaxshi narsani sindirishga harakat etadi. Hukumat tomonidan Mesos 5 va Fable 5 ni taqiqlanib qo'yishi bejiza emas. Anthropic kompaniyasi yana o'zini modellarini baribir himoya etadi. Bir hafta yoki 2 haftadan keyin Uzoka bilan bu modellar yana ishlasha tatbiq etiladi deya umiddamiz. Biz kutib qolamiz, yana yaxshi modellar baribir ishlashi kerak deb o'ylayman. Videom foydali bo'lgan bo'lsa, menga obuna bo'ling, yanada qiziqarli ma'lumotlarni mendan kutib qoling.